Assalomu alaykum, Labbi eshitaman. Assalomu alaykum, massajmi? Bolalar massaj markazi, nazokat 79. Siz rahbarga telefon qilib tushdingiz, Labbi. Mani bolam 10 oylik tonusi bor. Doktor Gidra bilan massaj yozib berdi. Qaysi birini birinchi oladi? Aha, tushunarli. Asosan tonusi bor bolalarga vrach назначенияsi bilan pediatr, nevropatolog, ortopedlarimiz oldin massaj, keyin gidrovanna назначать qilishadi, ya'ni tavsiya qilishadi. Sababi bolalarimiz gidrovannadan chiqqanidan keyin massaj qilsak, shamollab qolish ehtimoli bor. O'zimiz ham cho'milib chiqqandan keyin albatta ustimizga kiyib yoki yotamiz yoki ko'chaga chiqmasdan o'tiramiz. Bolani gidrovannadan olganimizdan keyin teri derma qavatlari, po'ralari ochilgan holatda bo'ladi, mushaklari, suyaklari qizib turgan holatda bo'ladi. Uni yarim soat kiyimsiz ochib qo'yib massaj qilsa, albatta shamollaydi. Shuning uchun asosan ortoped va nevropatologlar oldin massaj, keyin gidrovanna tavsiya qilishadi. Yana savollaringiz bormi? Men Mirobod tumanida turaman deb, u yerda ham massaj sentrlar bormi? Ha, shahar bo'ylab 12 ta massaj markazlarim bor. Mirobodga yaqin Risoviy filiali bor. Risoviy filialida ham hamshira massajistkalar, hammasi oliy toifali, o'qimishli, hattoki vrach massajistkalarim ham bor. Men sizga Risoviyni filialini yozib qoldiraman. Bemalol telefon qilib, massajlarimizni bo'sh bo'lgan vaqtiga yozilishingiz mumkin. Labbi, yana savollaringiz bormi? Narxlar bilan tanishsam bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Massajlarimiz umumiy massaj 2 oylikdan to 5 yoshgacha bo'lgan bolalarga 100 ming so'm, elektroforez 20 ming so'm, 30 ming parafin, gidrovannalarimiz 50 ming so'm. 6 yoshdan bolalarga 150 ming so'm umumiy massaj, LFK futbolda hammasi ichida. Rahmat. Xo'p, sizga ham rahmat. Sog' bo'ling, ko'rishguncha.